Gaz endi kerak emas. Orion Climate brendidan azlar teplovoy nasoslar endi gaz kerak emas. Azlar 20 ta konditsionerni, kotel, isitish tizimi, sovutish tizimi va issiq suv, sovuq suv barchasini bitta tejamkor teplovoy nasos bajarib beradi azlar. Katta binomi, kichkina binomi farqi yo'q azlar. Noturar, turar, mehmonxonalar, ofislar, ko'p qavatli binolar, любой binolarga o'rnatib bo'ladi azlar. Bitta teplovoy nasos 2 qavatlik 10 ta xona, 20 ta xonani isitib, sovutib va issiq sovuq suvlarni tayyorlab beriladi azlar. Bugungi kunda yangi avlod eng tejamkor sistema azlar. Mana boylerlari, mana suv uchun, mana isitish tizimi azlar, hammasi alohida regulировка qiladi. Независимо, mustaqil ishlaydi. Har bir xonalarga отдельный haroratni berib bo'ladi va konditsioner chillerlari. Mana bu konditsioner chillerlar har bir xonaga qo'yib bo'ladi. 20 taga, 10 ta xonagami farqi yo'q. Теплый polka. Aytgancha, eski xonadonlarga теплый polga ham ulanib bo'ladi azlar. Mana bu konturni kotel kesib, mana bu teplovoy nasosni ulangan azlar. Orion Climate Buxorodagi dilerlik ofisimizni lokatsiyasi azlar. Xalqlar do'stligi ko'chasi, chap qo'limizga Moshin bozor yo'nalishi, o'ng qo'limizga XBK chorrahasi azlar. Mana bu orqamdagi Masterok 2 qavatli Xo'z marketni tarkibida Orion Climate teplovoy nasoslar va liftlarni o'rnatish dilerlik ofisi. To'g'ridan to'g'ri dilerimizga murojaat qilishingizni so'raymiz azlar. O'zlaringizni asranglar.